Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv faoliyatini tashkil etish mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonni tashkil etish. Ikkinchi rejamiz esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kunning birinchi va ikkinchi yarmida bolalar hayotini tashkil etish rejalari haqida so'z yuritamiz. Dunyo va respublikamiz miqyosida yoshlarning qobiliyatlari, iste'dodlari, ichki imkoniyatlarini, o'ziga xos individual psixologik xususiyatlarini tadqiq etish tendensiyalari kuzatilmoqda. Yosh avlodning shaxs va subyekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasini yuksaltirish maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan boshlanadi. Ushbu jarayonning samarali tashkil etilishi va boshqarilishi ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlash sharti bo'lib xizmat qiladi. Chunki yosh va murg'ak qalblar bilan olib boriladigan pedagogik jarayon ularning kelajakda kim bo'lib yetishishlari, qanday fuqarolik pozitsiyasini egallashlari bilan bog'liq holda qaraladi. Fiziologiya, gigiyena, psixologiya, pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotida kichkintoylar hayotini tashkil etishning quyidagi tamoyillari yuzaga keldi. Ushbu tamoyillar har bir yosh guruhda bolalarni jamoatchilik ruhida tarbiyalash va bolalarni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratish. Keyingi tamoyilimiz bolalarni yosh guruhlariga taqsimlashda har bir guruhga faqat bir xil yoshdagi bolalarni tanlash va shunga qarab ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish. Bolalarning har xil faoliyat bilan shug'ullanishlari va har bir-birlari bilan muloqotga kirisha olishlari uchun zarur moddiy muhitni yaratish. Buning uchun guruh xonasi va maydonchani gigiyenik, pedagogik, estetik talablar darajasida kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlash. Keyingi tamoyil bolalarning yoshiga mos kun tartibiga rioya qilish va uning barqarorligini ta'minlash. Bolalar shaxsini shakllantiradigan faoliyat turlarini, o'yin, mehnat, ta'limni tashkil etish va bu faoliyatlar uchun kun tartibidan ma'lum vaqt ajratish. Keyingi tamoyilimiz bolalarning har xil faoliyatlarini ilmiy asoslangan tamoyillar asosida almashtirib borish, maktabgacha ta'lim tashkilotining har xil yosh guruhlarida bolalar hayotini to'g'ri tashkil etish. Bolalar faoliyatida ta'lim-tarbiya vazifalarini amalga oshirish va rahbarlik qilishda albatta tarbiya masalalari, ta'lim-tarbiya ishining tashkiliy shakllari, bolalar faoliyatining har xil turlaridan foydalanamiz. Bularga mashg'ulotlarda ta'lim berish orqali, ijodiy va qoidali o'yinlar orqali va bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o'z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali o'z-o'ziga xizmat qilish, sayrlar o'tkazish, gigiyenik tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu faoliyat turlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: o'yin faoliyati, mehnat faoliyati, ta'lim faoliyati va ijod faoliyati. Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi va u kundalik hayotda, o'yinda, mehnatda, mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Mashg'ulotda ta'lim va tarbiya berish vazifalari hal etiladi. Bolalar tevarak atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishish, nutqni o'stirish, savod o'rganish, matematika, jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyat, musiqa bo'yicha eng oddiy tasavvur va bilimlarni, malaka va ko'nikmalar sistemasini egallab oladilar. Bolalar egallab olishlari kerak bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalar maktabgacha ta'lim tashkiloti dasturida belgilab berilgan bo'lib, u bolalarning jismoniy rivojlanishida va ularni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlarda ta'lim berish didaktika prinsiplari asosida
bolalarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib ma'lum izchillikda olib boriladi. Mazmunni asta sekin murakkablashtirib boriladi. Natijada rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi xususiyatga ega bo'ladi. Dasturda har bir yosh guruhida hafta davomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar soni va har bir mashg'ulot qancha davom etishi belgilab qo'yilgan. Tarbiyachi mana shunga asoslanib o'zining har bitta o'tiladigan mashg'ulotlar jadvalini tuzib oladi. Bu ta'limning hamma bo'limlari bo'yicha belgilangan ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri taqsimlash va bir xilda amalga oshirishga imkon yaratadi. Mashg'ulotlar jadvalini tuzishda quyidagi talablarga rioya qilish zarur. Dasturning hamma bo'limlari bo'yicha mashg'ulotlarni haftaga teng taqsimlash. Haftaning birinchi va oxirgi kuniga osonroq mashg'ulotlar qo'yilishi zarur. Haftaning seshanba, chorshanba va payshanba kunlarida bolalardagi aqliy salohiyatini tezlashtiruvchi, shuning uchun aynan o'sha kunlarga muvofiq ishlar rejalashtirilishi lozim. Kun davomida birinchi bo'lib bolalardan aqliy zo'r berishni ko'proq talab etadigan kam harakatli mashg'ulotlar rejalashtiriladi. Bularga aynan fan va tabiatshunoslik asoslari, nutq o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish, elementar matematika mashg'ulotlarini kiritishimiz mumkin. Aynan ikkinchi mashg'ulotga yengilroq mashg'ulotlar qo'yilishi, ya'ni tasviriy faoliyat, jismoniy tarbiya, musiqa mashg'uloti va shunga o'xshashlar rejalashtiriladi. Kun davomida mashg'ulotlar quyidagicha tartibda almashtirib borilishi mumkin. Elementar matematika va jismoniy tarbiya, nutq o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish hamda musiqa mashg'ulotini kiritishimiz mumkin. Tarbiyachi bolalar o'yiniga rahbarlik qilar ekan, ularning tevarak atrofdagi hayot to'g'risidagi bilimlarini boyitadi. Bu orqali o'yin mavzusi, mazmuni, syujeti boyiydi. Bolalarning axloqiy hislarini, o'zaro ijobiy munosabati va odatlarini tarbiyalaydi. Ijodiy o'yinlar ertalabki qabul paytida, kunning birinchi va ikkinchi yarmida, sayr jarayonida, ya'ni o'sha mashg'ulotdan tashqari hamma vaqtda tashkil etilaveradi. Harakatli o'yinlar esa ertalabki va kechki soatlarda tashkil etilib, kuniga 1-2 marta butun guruh yoki guruhcha bilan o'tkazilishi kerak. O'rta va katta guruhlarda turli xil sport o'yinlari o'tkazib turiladi. Kun davomida bir necha marta ertalabki qabul vaqtida, ertalabki va kechki sayrda bolalarning mustaqil faoliyatlari ham tashkil etiladi. Bolalar o'zlariga tanish bo'lgan didaktik va harakatli o'yinlarni o'ynaydilar, xohlagan rasmlarini chizadilar, xohlagan narsalarini plastilindan, loydan yasashi mumkin, kitoblar, rasmlarni tomosha qiladilar, xohlagan badiiy asarni tinglaydilar. Kun davomida sistemali ravishda mehnat faoliyati tashkil etilib, bolalar kattalarning mehnati bilan tanishtirib boriladi. Bu ish mashg'ulotlarda, ekskursiyada, maqsadli sayrlarda bolalarning kattalar bilan birgalikdagi mehnatida amalga oshiriladi. Navbatchilik kunning ikkinchi guruhda yilning ikkinchi yarmidan boshlanadi va hamma yosh guruhlarida davom etadi. Katta guruh bolalarning qo'l mehnati, tabiatdagi mehnati, xo'jalik maishiy mehnatlari har kuni ertalabki soatda, ertalabki va kechki sayrda sistemali ravishda tashkil etib boriladi. Haftasiga bir marta butun guruh ishtirokida bolalarning jamoa mehnati tashkil etiladi. Mashg'ulotlarda qo'l mehnati dasturi o'rgatiladi. Kichik guruhdan boshlab bolalarga kiyinish, yechinishga o'rgatiladi. Katta guruh bolalari o'zlarini har doim batartib, ya'ni tashqi ko'rinishi, sochi, kiyimlari, oyoq kiyimi tutishlarini o'rganishi zarur. Ular o'yinchoqlarni, kitoblarni, ish qurollarini o'yin va mashg'ulotdan keyin joy-joyiga yig'ishtirib qo'yadilar. Har kuni ertalabki mashg'ulotdan keyin kunduzgi uyqu, kechki nonushtadan keyin esa sayr uyushtiriladi. Kunning birinchi yarmida bolalar hayotini tashkil etish, bunda kichik guruh bolalarning ko'p vaqti guruh xonasida o'tadi. Yaxshi jihozlangan xona, o'yinchoq va qo'llanmalarni
to'g'ri tanlash bolalarning to'laqonli hayot kechirishining asosiy sharti hisoblanadi. Guruh xonasidagi o'yinchoqlar bu yoshdagi bolalarning 3-4 ta bo'lib o'ynashlarini e'tiborga olib joylashtirish, ya'ni bolalar bog'chasi va shunga o'xshash o'yinlarni o'ynashlari uchun o'yinchoqlar burchagi tashkil etilishi, unda yana qurilish materiallari, harakatlanuvchi o'yinchoqlar ham bo'lishi kerak. Qolgan o'yinchoqlar rasmlar, shkaflarga bemalol bola oladigan qilib joylashtirilishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti maydonchasida sport o'yinlari bilan shug'ullanish uchun maxsus joy bo'ladi. U kerakli anjomlar bilan jihozlanib qo'yiladi. Velosipedda uchish uchun yo'lka, tirmashib chiqish uchun jismoniy tarbiya narvonchalari, muvozanatni saqlash uchun ma'lum balandlikda o'tkazilgan g'o'la va shunga o'xshashlar mavjud bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ayni ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotida katta va tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilar uchun mashg'ulot jadvalini tuzish va shu mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlashni mustaqil ta'lim topshirig'i qilib belgilab berdik. E'tiboringiz uchun rahmat.